endi Rodgers tushirdi, Rodgers gol urdi. Va u anaqani O'rayli tuppa-tuzuk o'ynab turuvdi. Lekin buni tushirdi. Bu hammasi oqladi-da. Golga olib keldi. Hammasi anaqa edi. Ustun edi Angliya, ha. Bu inglizlar Tuchel boshchiligida o'zlar urib qo'ygan golni o'zlar qo'rqib. Ahli urib qo'yishdi. Bular menimcha shu penaltilarga borganda yutish ham mumkin edi. Endi penaltida inglizlar yutish bu fantastika-ku. Bir qanaqadir bir hushtakdan bir 10 soniya oldin gol urib olish kerak-da. Bular urib qo'ygan, voy nima qilib qo'ydik, Argentinani yutib qo'yamizmi deb o'zlari deb Beckhamni ham ko'rsatgan. Ishonmay o'tiruvdi. Yo'q, gap anaqada emas-da. Endi gap Argentina. Birinchidan Argentina hamma play-off, hamma o'yinda mana shunaqa o'yinlar orqali chiqyapti-da. Ya'ni hisobda ortda borib, qiynalib, Cabo Verde'ga qarshi qiynalib, Misrda 2-0 dan anaqa qilib, qanaqa qilib Argentinaga sen bunaqa ishonishing mumkin. Yana Misr ham yaxshi himoyalanadi bor-ku. Angliyadan ko'ra. Misr 2-0 gacha 82 daqiqagacha Argentinaga bermadi bunaqa zarbalar. Yo'q, hech narsa bermadi. Argentina kecha juda ko'p zarba berdi. Bular borku, aytdim, gol urgan assalomu alaykum bizlar. Yo'q, biz kechirasiz deb bilmay qoldik. Ketib orqasiga oyog'ingizga tegib ketdi deydi. Scaloni ham qo'shib tashladi. Endi qo'shdi, qarda, baribir agar lekin baribir Montiel bor-ku. Montiel anaqani o'rniga tushdi-ku, Malinani o'rniga. Men nimaga o'xshatdim deymi shuni? Malinani ham bilamiz, Montielni ham bilamiz-da. Hali pul ishlamaydi-yu. U batareykani almashtirasiz-ku. O'sha batareykamiz. Ishlab ketadi biz. E'tibor berganmiz. Nimadir bo'ladi, ishni tushunmaysiz. Shunaqa o'zgartirishni o'yladim-da, unda tushadi. Hozir nimadir ichkarida turgan batareykani bunisini bunga qo'yib qo'yasiz. Minus plusini almashtirib qo'ysangiz, yana bir haftada ishlab beradi. Tushunmaysiz, Montiel ishlab olasiz ozgina. Buni o'zgartirish shunaqada tuyuldi-da. Sharh etmoqchi bo'ldim. Keyin De Paul keluvdi, birga borib bu tomonda dedim. Yo'q, keyin qarang, odam jahli chiqaradi. Jahl chiqmaydi. Rostdanafda yo'q. Argentina oddiy urmatdi gollar. Harlik ham kecha jahl qildilar, eshitmadingiz siz? Yo'q. Argentina oddiy urmadi-da gollar. Gol urishdan oldin biz hozir shunaqa gol uramiz deb dunyoga e'lon qilyapti. Uni Tuchel ko'rmayapti. Bundan boshqa hamma ko'ryapti. Mana bo'ladi gol urib turibdi. Yo'q, yana qanaqa urish? Shu De Paul pas anaqa berdi, bosh aniq oshirib berdi. McAllistermi? Pickford qaytardimi? Ya'ni Niko tushgandagi 3 ta vaziyat bor. 3 ta. Shu qanaqa qilib o'sha paytda to'xtatib suv ichib olish imkoniyati bo'ldi. Hatto o'sha oraliqda bor-ku ularda. Inglizlar qayta majlis qilib, selektor o'tkazib, qaror chiqartirib, jamoani o'yini o'zgartirsa bo'ladigan millionta imkoniyat bo'ldi-da. Hech narsa o'zgarmadi. Hech narsa o'zgarmadi. Nahotki shunchalik to'poy. Yo to'poy, yo boyagi baqada. Boshqa iloji yo'q. Uni katta ko'rib tursam, sen jang ham qilish to'xtab qoldi-da. Shuda yo'q. Jang boshlangan paytda golgacha birinchi taymku teng kurashlar edi. Birinchi taym futboldan ko'ra boyagi follar, anaqalar edi-da. Ikkinchi taym golgacha Angliya ustunlik qilyapti. Ustunlik qilyapti o'yinda. O'sha kechagi o'yindachi Jamol aka Rice naqadar katta futbolchiligini sezib qoldimman. Declan Rice markazda almashtirib bo'lmas futbolchi ekan. Dunyoning eng yaxshi markaziy yarim himoyachilardan 4 tasi bo'lsa, bittasi Rice-da. 3 tasi bo'lsa ham menimcha bittasi Rice. Juda o'rni bilan. Men sizga savol, xayrli aka, nima mana siz Tuchelsiz, nimaga Rice olib tashladingiz? Nima deb javob berasiz shunga? Yo endi Gordon mayli, Rice'ni nega olib tashladingiz? Endi Tuchel to'g'risi nimaga olib tashlading? Gordon dengda. Gordon, aka dedi. Bu joyda baribir Tuchel markaz sektordan bir qismi gaplashildi-yu. Germaniyalik murabbiyda men isboti shu, nimaga xorijlik murabbiy hech qachon chempion qila olmaydi jamoani. Muhim pallalarda bar futbolchining xarakterini tushunmaydi. Hatto Ancelotti ham Neymar tushirdi-da. Braziliya uchun braziliyalik bo'lganda shu ish qilmasligi mumkin edi. Yoki Neymar boshlarida o'ynatib, boshcharoqlarda olib ketganda hamda Tuchel shu joyda ingliz bo'la olmadi. Baribir kontaktda ishlamay qoldi. Harry Kane ham intervyuda aytdi-da, biz noto'g'ri reja qildik deb turib murabbiyga aniq izoh berdi. Undan oldin Bellingham gapirib o'tdi bor-ku, u bilmayapti anaqani dedi-ku. Edgar Holland bilan Nusala bilan qanaqa o'ynash
qiyinligini bilmaydi u. Aytib qo'yaylik, Norvegiya bilan o'ynadik dedi. Norvegiya bilan emas, zo'r futbolchilar bilan o'ynadik. U nima deyapti o'zidan o'zi degan ma'noda Oldingi safar. murabbiy bilan futbolchilar o'rtasidagi kontaktdan bo'ladi. Va bu narsa baribir kecha misol uchun Scalonini ko'rdingiz-ku, ana Messi gol qilib berganda yig'lab yuborayotgan. Bitta jon tandi, boya aytdingiz-ku, ana mahallan banditlari. Bitta mahalladan bir shikayat bo'lib chiqadi-yu. Bularda uni yig'adigan bar xorijlik murabbiy emas. Ayniqsa chempionlikka da'vo. O'ziniki bo'lishi kerak-da. Ha. Chempionlikka da'voda bo'lmasa ekan. Millatning mentalitetini o'sha his qilish bor-ku. His qilish kerak-da. Bu inglizlar bunaqa qilib Southgategacha bironta penaltilar seriyasida g'alaba qozonmagan. Bu millat. Yevropa, umuman jahon futbolida Southgate bilan Yevropa chempionatami kimnidir ustidan penaltilarda yutib qo'ydi bular. Bilmayman. Lekin finalda yutqizdi baribir. Ha, bari finalda yutqazdi. Eng kurashuvchanlik yo'q anaqada bular. Sloveniyani Ha, qadr bunaqa yutdi. Argentinaga kechagi o'yinda qayerda hali yarim Keyin soat bor vaqtda bunaqa kurashmaydi-da. Keyin Premier Liga misol uchun zo'r liga bo'lsa ham futbolchilari asosan har turdan turga o'ynayverishadi-ku, play-offsiz-ku. Va hammadan yuqorida da'vo qilishadi, rostdan ham yuqorida, lekin mana bu yil Angliyani zo'r o'ynashiga asosiy sabab ikkita futbolchi bo'ldi. Bellingham bilan Harry Kane bo'ldi. Guruh paslarida, keyin play-offlarda. Lekin mana Bellingham oxiriga chiqib Kelasi berdi. ham APLdan emas. Ikkalasi aprelda emas. Boshqa joyda bor, lekin Harry Kane Gusif aytganda bir oyda qabilaga aylandi, ingliz bo'ldi-da. Shu APL jamoasiga aylandi va ikkita o'yindan beri Harry Kane zo'r emas unaqa. Bellingham olib chiqib ketdi qiyin vaziyatda boshqada. Kecha ham jang qiladigan paytlarda, kurashadigan paytda buni kim tushuntiradi? Bar murabbiy tushuntiradi. Murabbiy yetkiza oladi. O'sha suv ichishdami yo boshqa joydami qanaqa jang qilish. O'zi pulida umuman xarakter bo'lmagan ekan. Bo'lmasa qarang, Scholes ham normal futbolchi bo'lgan edi-da o'sha paytda. Gerrard ham normal. O'sha Italiyaga yutqizganda esdami? Kellini siltab yutib olgan-ku. Birinchi ispanlarni dabdalasi chiqardi. Kellini keyin Sakani tortib turib, bo'ynidan tortib yosh bola qilib. chunki ular Italiyada. Ha, ular italyanlar. Millat sifoyatidagi gap katta ekan. Futbolda mana shu juda muhim narsa ekan. Banditlar kecha yutdi, haligi nima deydi? Galstuk taqib olgan jentelmenlarni bezorlar kecha yutdi rostdan ham. Keyingi soatga o'tib olamiz. Agatha Water, oilangiz ishonch. Assalomu alaykum. Futbol bo'yicha jahon chempionatining yarim finalida Argentina bilan Angliya bir-biriga qarshi o'ynadi. Bu o'yindan oldin Argentinani prezidentining o'rinbosari, vitse-prezidenti aytdiki, o'yinimiz shunchaki futbol o'yini emas, milliy kurashimiz dedi. Qaroqchilarga, bosqinchilarga qarshi, o'g'rilarga qarshi milliy kurashimiz dedi. Va natijada Argentina Angliyani ustidan g'alaba qozondi va g'alaba qozongandan keyin futbolchilar yozuvini ko'rsatdi. Malvina orollari Argentinaniki degan. Nega shunchaki bir o'yinni 11 kishi u tarafdan, 11 kishi bu tarafdan bir o'yin o'ynagan paytda boshqacha tus, siyosiy, tarixiy tus berildi. Bugun shu haqida gaplashamiz. Argentina bilan Angliya orasida nima muammo bor ekanligini bilish uchun tarixga qarash kerak bo'ladi. 1800-yillarning boshi Argentinaning hududini, mamlakatini Ispaniya bosib olgan edi. Ispaniyaning qiroli o'zini vakilini Argentinaga qo'ygan holatda davlatni boshqarayotgan edi.
Ispaniyani askarlari bor edi, Ispaniyani qirolni vakili bor edi, amaldorlar, Ispaniyani amaldorlari Argentinani boshqarar edi. 1800-yillarning boshlarida bo'lsa, Ispaniyani bosqinchilikda raqibi bo'lgan Britaniya o'zini askarlarini jo'natadi Argentinaga bosib olish uchun, bosqinchilik qilish uchun askarlarni jo'natadi va Ispaniyani qirolni vakili bo'lgan amaldorlar bor-ku, butun byudjetdagi pullarni olib, oltinlarni olib, xazinadagi pullarni olib qochib ketadi. Argentina qarovsiz qolgan, amaldorlarsiz, boshqaruvsiz, askarlarsiz qolgan va xalqni o'zi ingliz askarlariga, Angliyani askarlariga qarshi kurashishadi. Qo'lida nima topsa, o'shani qo'liga oladi-yu, ketmoni bormi, boltasi bormi, nimasini qo'liga ushlasa oladi-yu va ingliz askarlariga qarshi kurashadi. Hattoki ayollar, uyda o'tiradigan ayollar qaynagan suv sepib, qaynagan yog' sepib, o'zini vatanini, mamlakatini himoya qilishga harakat qiladi. Va shunday qilib buni uddasidan chiqadi. Ingliz askarlari, Angliyaning askarlari qaytib ketadi. Mag'lubiyatga uchraydi, taslim bo'ladi va qaytib ketadi. Va bundan keyin Argentinaning xalqi o'ylashni boshlaydi. Biz shunda ham o'zimizni o'zimiz himoya qila olar ekanmiz, o'zimizni eplay olar ekanmiz. Nima qilamiz Ispaniyani deb turib, mustaqillik harakatlariga tushishadi. O'zini orasidan bir xalqparvar, millatparvar odamni mansabga olib kelishadi, boshqaruvga olib kelishadi va o'zini mustaqilligini e'lon qilishadi. Shu joygacha hammasi yaxshi edi-yu, 1833-yilda Angliya o'zini askarlarini jo'natib Argentinaga tegishli bo'lgan Malvina orollarini egallab oladi. Bu masala shunchaki inglizlar kuchli, askarlari kuchli, texnikasi kuchli bosib oldi masalasi emasdi. Argentina o'zi mustaqil davlat, xalqi o'zi kurashgan holatda mustaqilligini e'lon qilib turibdi, mustaqilligiga erishib turibdi. Lekin ularning mustaqilligini, yagona hududini, birdamligini bir tiyinga olmasdan, pisand qilmasdan ingliz askarlari ularga tegishli bo'lgan orolni bosib olishi ularni nafsoniyatiga tegdi. Yillar davomida ularning nafsoniyatiga tegadigan holat edi. Angliya Argentinaga tegishli bo'lgan orolni bosib olishidan 100 yildan ortiq vaqt o'tadi va xalqi, Argentinaning xalqi, millati bu holatni unutmaydi. Angliya, Britaniya kelib turib Argentinada temir yo'l qiladi, go'shtni qayta ishlovchi zavod fabrikalarni ochadi, lekin qizig'i yo'q. Ular kelayotgan bo'lsa, temir yo'l qilayotgan bo'lsa, o'zini manfaati uchun, o'zini boyligi uchun qilyapti deydi. Angliyaning odamlari kelib turib, xususiy maktab ochgan holatda futbolni ommalashtiradi, ishchilar keladi, tijoratchilar keladi va futbolni Argentinada ommalashtiradi va shunga qaramasdan bizga tegishli bo'lgan orolni bosib olgan deb turib, oradan 100 yil o'tsa ham Argentina xalqi unutmaydi. 1966-yilda futbol bo'yicha jahon chempionati Angliyada o'tkaziladi, Britaniyada o'tkaziladi va bu jahon chempionatini chorak finalda Argentina bilan Angliya ro'paro bo'ladi. Bir-biriga qarshi to'p suradi va mag'lubiyatga uchraydi. Mag'lubiyatga uchrashiga sabab bo'lgan bir omillardan biri 10-raqamli Argentinani bir futbolchisi bor edi. Hakam germaniyalik bo'ladi, ya'ni olmoncha, nemischa gapiradigan bir hakam bo'ladi. Argentinaliklar bo'lsa ispancha gapirishadi. O'zaro bir-birini til topisha olmaydi, tushunmaydi. O'sha paytda masalan qizil kartochka, sariq kartochka degan narsa bo'lmagan va aynan xuddi shu ziddiyat sababli, Argentina bilan Angliya o'yini sababli bo'lgan ziddiyat voqea sababli sariq kartochka va qizil kartochka amalda qo'llanilishi boshlangan. Hakam maydondan chiqib ketgan deb turib, Argentinaning 10-raqamli futbolchisini chiqarib yuboradi, u bo'lsa tushunmaydi, tarjimon talab qiladi, shunaqa qilib turib 10 minutdan ortiq bu ziddiyat davom etadi. Angliya o'sha yili Argentinani 1966-yilda yutadi, finalgacha chiqadi, futbol bo'yicha jahon chempioni bo'ladi. Angliya 1966-yilda va o'shandan beri haligacha jahon chempioni bo'lgani yo'q. Argentina terma jamoasi bo'lsa mamlakatiga qaytadi. Yurtiga qaytgan paytda hukumat ularni kutib oladi, futbolchilarni kutib oladi va tasalli berish uchun shu gapni aytadi. Angliyaliklar o'g'irlik qildi. Xuddi bizani orolimizni qanaqa qilib o'g'irlab olgan bo'lsa, sizlarga tegishli bo'lgan, bizga tegishli bo'lgan g'alabamizni ham o'g'irlashdi deydi. Ana o'shandan keyin futbol bilan siyosat, orol bilan futbol mojarosi bir-biriga bog'lanib ketishni boshlaydi. Oradan yana yillar o'tadi. 1980-yillarda Argentina juda katta iqtisodiy inqirozga uchragan, narx-navo ko'tarilib ketgan, odamlar yashashda qiynalib turibdi. Oylik kam, ishsizlik ko'p va shu sababdan ham hukumat odamlarning nafrati o'ziga qaratilib qolinmasligi uchun, ya'ni dunyoda shunaqangi bir vaziyat borki, masalan Rossiya xalqni e'tirozi, noroziligi hukumatga qaratilib qolmasligi uchun, hukumatdan odamlar alamini olmasligi uchun Yevropaga, G'arbga odamlarning nafratini yo'naltirib turadi Rossiya. Kongo haqida oldingi videolarda gaplashdik. Kongo bo'lsa
bosqinchilar manfaatiga ishlayotgan bir davlat bo'lgani uchun, masalan, xitoylik investorlar egallab olgan Kongoni yoki Belgiyani investorlari, Fransiyani investorlari egallab olgan, xalqqa tegishli bo'lgan boyliklarni o'marib turishibdi va bu o'marayotgan paytda hukumatga ham ulush berib turibdi. Ulush bergani uchun hukumat, amaldorlar bu narsada manfaatdor bo'lgani uchun odamlarni, xalqni nafrati hukumatga ham qaratilishi kerak emas, tashqi kuchlarga ham qaratilishi kerak emas. Nima qiladi? Odamlarni o'zini o'ziga, bu xalq odam bo'lmaydi, bu xalq iflos, bu xalq bir-birini sotadi, bir-biriga qarshi yomonliklar qiladi deb turib, odamlarni o'ziga qarshi yomonlatishga harakat qiladi. Ya'ni xalq bosqinchilarga, belgiyaliklarga, xitoyliklarga nisbatan nafratlanmaydi-da, o'zini xalqi, o'zini millatdoshi, qo'shnisi, qarindoshiga nisbatan nafrati bo'ladi. Hukumatdan ham nafratlanmaydi. Hukumat boshiga solib turgan siyosatini tushunmaydi, bilmaydi. Faqatgina ichidagi zardobini to'kish uchun xalqiga, millatiga qarshi